hadis o'qiganimdan keyin ishonasizmi, hozir kim ishlasa, charchadim desa, men bu ish qilyapman, biz ham qachon ayollarga o'xshab degan narsalarni eshitib qolsam, darrov shu hadis aytaman. Chunki o'sha hadis meni ichimdagi tug'yonimni shunday bosib qo'ygan. Shunaqa chiroyli aytiladiki, Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Ey ayollar jamoasi deb aytiladi. Ey qo'llari mehnatdan qabarib ketgan, shayni qado bo'lib, mehnatdan qabarib ketgan ayollar, sizlarga bir xush xabar aytaymi deb kelar ekanlar shu yerda. Chunki Oysha onamiz o'sha erlariga yordam qilgan, pul topishida, farzandlarni boqishida, uni kiyintirishida, yedirib ichirishda o'sha oilaga hissasini qo'shgan. Ey ayollar deb gapirilgan ekan. Bu mehnatlaringlarning evaziga Alloh taolo sizlarga oxirat diyorida tayyorlab qo'ygan mukofotlarini bilsanglar edi, sizlar tinim bilmasdan ertoy kech mehnat qilgan bo'lar